Hammaga assalomu alaykum. Elektroshit bo'yicha ozgina ma'lumot berib o'taman. Kimgadir foydali bo'lishi kerak menimcha. Bu двухполосный avtomat. Tepadan kelishga qo'yiladi. Обязательно ikkitalik qo'yilishi kerak, bittalik qo'yish mumkin emas. Nimagaki 0 tashlab olsa ham fazada tok turaveradi. Bu uzuv texnika bezopasligiga qo'yiladi. Deylik, hammomi borlarga обязательно tavsiya etiladi bu avtomat. Aristonga tok o'tib ketishi, odamga tok urishini saqlaydi. Bu relay напряжения. Tokni past kuchlanish bilan baland kuchlanishini qo'yib qo'yasizlar, o'rtadagi tokni o'tkazadi shu narsa. Deylik 140 voltdan 250 voltgacha qo'yib qo'ysalaring, shu 140 voltdan 250 voltgacha tokni o'tkazadi faqat. 250 1 voltdan ham bo'lsa o'tkazmaydi. 250 1 volt bo'lib qolsa ham uzadi. Bu voltmetr voltini ko'rsatadi, bu ampermetr. Qolganlari oddiy avtomat gruppaga qo'yiladi. Deylik, razvedka, svetka ajratasizlar gruppalarni. Aristonga, ya'ni sinergiya qilib. Kimgadir foydali bo'ladi video deb o'ylayman. Hammaga assalomu alaykum. Elektroshit bo'yicha ozgina ma'lumot berib o'taman. Kimgadir foydali bo'lishi kerak menimcha. Bu двухполосный avtomat. Tepadan kelishga qo'yiladi. Обязательно ikkitalik qo'yilishi kerak, bittalik qo'yish mumkin emas. Nimagaki 0 tashlab olsa ham fazada tok turaveradi. Bu uzuv texnika bezopasligiga qo'yiladi. Deylik, hammomi borlarga обязательно tavsiya etiladi bu avtomat. Aristonga tok o'tib ketishi, odamga tok urishini saqlaydi. Bu relay напряжения. Tokni past kuchlanish bilan baland kuchlanishini qo'yib qo'yasizlar, o'rtadagi tokni o'tkazadi shu narsa. Deylik 140 voltdan 250 voltgacha qo'yib qo'ysalaring, shu 140 voltdan 250 voltgacha tokni o'tkazadi faqat. 250 1 voltdan ham bo'lsa o'tkazmaydi. 250 1 volt bo'lib qolsa ham uzadi. Bu voltmetr voltini ko'rsatadi, bu ampermetr. Qolganlari oddiy avtomat gruppaga qo'yiladi. Deylik, razvedka, svetka ajratasizlar gruppalarni. Aristonga, ya'ni sinergiya qilib. Kimgadir foydali bo'ladi video deb o'ylayman.